Chevy 8 Pro mashinasini olib qolganmiz akalar. Sizlar uchun manfaatli video bo'ladi. Xuddi shunaqangi ovoz bilan biz oldimizga kelgan. Eshitishinglar mumkin. Sog'lom motor o'zi aslida bunaqangi holatda bo'lmaydi. Chevy 8 Pro mashinalarida va Chevy mashinalarida juda ko'p uchratiladigan muammolardan bittasi. Ya'ni xuddi shunaqangi ovoz chiqib qolgan, yechmasdan turib bu ovozni biz vanusdan deb aytganmiz. Vanus nima? Sepni aylantiradigan TV shkif. Ya'ni oddiy mashinalarda shkif o'zi bo'ladigan bo'lsa, bularda esa vanus bo'ladi. Vanusni ma'lumotini ochgan paytimizda to'liq berishlikka harakat qilaman. Undan oldin esa Chevy mashinasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Chevy 8 Pro mashinasi 1.6 turbinali motor bilan jihozlangan bo'ladi. 0 dan 100 gacha 9 soniyada chiqadi. Benzin xarajati zavod daftarchasi bo'yicha 7 litrdan 9,5 litrgacha qilishligi mumkin. 1.86 ta ot kuchiga ega. Bu mashinamizni xuddi o'zlar sanab o'tgan muammolarim bilan bizga tashlab ketishgan. Mashinamizni ochilish jarayonlarini sizlar bilan birgalikda o'tkazamiz. Video oldidan bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Motor House YouTube profilida obunachilarimiz uchun, mashinani motoriga ixlosmand bo'lgan akalarimiz uchun foydali videolarni qo'yib borishlikda davom etamiz. Chevy mashinamizni ham sep tomonlarini ochib olganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Bular 4 ta silindr, 16 ta klapan, 2 ta raspirvaldan tashkil topgan bo'ladi. Metkasini qo'yayotgan paytda sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Stokerlar uchun albatta manfaatli bo'ladi. Ya'ni juda ko'pchilik motor ochadigan bo'lsa, sep tomoni qanaqa bo'larki, u qo'rqaman, yopayotgan paytda noto'g'ri qilib qo'yiladigan bo'lsa muammo chiqadi deydi. Haqiqatan ham to'g'ri. Ya'ni noto'g'ri qo'yiladigan bo'lsa, katta muammolarga sabab bo'lishligi mumkin. Sizlarga metkalari bilan ko'rsatib o'taman. Biz sababli kimdir o'rganadigan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Ajr savobi bizga ham qaysidir ma'noda tegib turadi. Muammosi nima ekan? Vanusdan deb aytgan edik. Vanusdan emas ekan, sepdan ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Operator yaqinroqdan olib kelasiz. Sep haltim bo'lib yotibdi, bo'shashib ketgan. Shuni hisobiga noxush ovozda chiqib ketgan. Ya'ni vanus ovozi chiqqan, to'g'ri narsa. Sep bo'shashib ketganligi uchun vanus o'z vazifasini bajara olmay qolgan. Endi nima qilamiz? Bu mashinamizni seplarini almashtiramiz. Sep nima sababdan cho'zilgan? Sizlarga savol. Sep odatda noto'g'ri moy quyishlikdan yoki bo'lmasa keragidan ortiq nagruska bilan haydashlikdan cho'zilishligi mumkin. Mashinamizga mana komplekt sep nabor chaqirtirganmiz. Hamma narsasi ichida komplekt bo'ladi. Bashmak, uspakitel, sep, hamma narsasi bo'ladi. Bu sepni mashinamizga o'rnatamiz va metkalarini sizlarga ko'rsatamiz. Akalar, mana ko'rishinglar mumkin, sepimizni joyiga taqib olganmiz. Sizlarga metkasi haqida qisqacha tushuncha berib o'taman. Sep taqildi. Boyaginda ko'rsatgan edim, haltim holatda turgan edi. Haltim turganligi uchun vanuslar ham o'z vazifasini bajara olmasdan har xil ovoz chiqishligiga sabab bo'lgan. Seplarni taqdik, xudo xolasa tarang turibdi. Bu narsa kerakdan ortiq tarang bo'ladigan bo'lsa, g'uvullab ovoz chiqarib qoladi. Bo'sh bo'ladigan bo'lsa, sharillab ovoz chiqarib qoladi. Ikkita muammo ham bo'lmaydigan qilib, original seplarni qo'yib, xudo xolasa muammolarni bartaraf qilinyapti. Bularda sepda metka bo'lmaydi. Birinchi ma'lumot. Ikkinchisi, vanus o'zida ham metka bo'lmaydi. Metkani qanaqa qilib belgilanadi? Metkani orqa tomonda mana ko'rishinglar mumkin. Raspirval orqa tomonda mana qangi ochiq joyi bo'ladi. Shu joyiga mana oddiy biz fiksator sifatida oddiy temir tiqib qo'yganmiz. Buni o'zini syomligi ham bo'ladi. Agar syomligida qo'yiladigan bo'lsa afzal. Agar syomlik bo'lmaydigan bo'lsa, raspirval aylanib ketmasligi uchun orqa tomoniga shunaqangi syomlik vazifasini bajaradigan qanaqadir temir tiqib qo'ysa ham bo'ladi. Bu tomonda ham xuddi shunaqangi narsa. Pastki metkasiga keladigan bo'lsak, pastki metkasi blokni past qismida joy qoldirib ketgan bo'ladi. Zavod bolt qo'tirib qo'yilgan bo'ladi. Shu boltni chiqarib, o'rniga syomli fiksatorni qo'tiradigan bolt bo'ladi. Yechishlikka erinadigan bo'lsanglar, ko'p vaqt ketib qoladi. 2 soat atrofida vaqt ketib qoladi u narsani qilishlik uchun. Agar sep o'zini almashtirishlik uchun ochadigan bo'lsanglar, metkaga qo'yib olib, pastga aylantirib olmasdan mana svichni yechib, mana qanday narsa qo'yib qo'yganmiz. Porshning eng baland cho'qqiga chiqarilgan holatida sepni taqishinglar mumkin bo'ladi.
Menimcha hamma ma'lumot foydali bo'ldi, ya'ni shofyorlarga ham, ustalarga ham. Ustalarga foydali bo'lgan ma'lumot metkasi. Shofyorlarga foydali bo'lgan ma'lumot sep ovoz chiqarsa nima qilishlik kerak, qanaqa yo'l tutishlik kerak, batafsil ma'lumotlarni berdim. Endi esa yurgandan keyingi holatni ham sizlarga do'pposlik qilib ko'rsatib beramiz. Ma'lumot foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta sizlar uchun manfaatli videolarni chiqarib borishda davom etamiz. Cherry 8 Pro mashinamizni ham va nihoyat ishlarini tugatib bo'lganmiz. Qaranglar, o'zini. Sizlarga mikrofonni yechib eshittirayman. Просто bitta like bosib qo'yasizlar mehnatga. Mikrofon ovozni baland beradi, sababi zvuk обычный zvuk bo'lsa ham mikrofonga qaysidir ma'noda shovqin berib turadi. Videoni shunday boshiga qaytaradigan bo'lsangiz, boshidagi ovoz bilan oxirgi ovozni solishtirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu mashinamizga nima ishlar qilindi? Mana qaranglar. Seplari haltim bo'lib ketgan ekan, video boshida ko'rsatdim. Vanuslari ovoz berib olgan ekan. Mana tagida karta ichida datchigi bo'ladi. Bu datchiga ham charchagan ekan. Undan tashqari vanus datchilari ham charchagan ekan. Xullas, mashinamiz ish tugadi, operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganingizdek, soz holatda. Endi bu holatga tushib qolishligining sababi nima deydigan bo'lsanglar, faqat va faqat moyga kelib qadaladi. Ya'ni mashinamiz deyli 70 ming yoki 80 ming kilometr yurgan bo'lsa, 200 ming yoki 300 ming kilometr yurgan Cherry'larda ham bunaqangi muammo kuzatilganligini ko'rmaymiz. Bu mashinada nima sababdan erta kunda ish ko'rsatdi? Egasi qattiq haydaganligi uchunmi? Yoki da bo'lmasa tartibsiz minganligi uchunmi? Albatta bu faqatgina moyga kelib qadaladi. Moy quydirayotgan paytingizda sifatli bu original degan so'zga ishonib qolma, poddelka bo'lmagan, o'qlanmagan moy quyishingizni tavsiya qilib qolaman. Avvalambor har bitta qilinayotgan ishi yashirin guvoh vijdon. O'sha zamina aslida moy almashtirayotgan kishini yaxshi Xudodan qo'rqadigan, halol bilan haromni taniydigan yaxshisi almashtirishingizni tavsiya qilaman. Chunki o'sha quyib berayotgan moy sababli sizning mashinangizni motori ish ko'rsatishligi hech gap emas. Cherry mashinamizda ishlari yakuniga yetdi. Sizlarga yana bitta foydali ma'lumot berdim degan umiddaman. Agar shunaqangi ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Motor House YouTube profilimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Barcha turdagi avtomobillarni, yashirin kasallarini sizlar bilan birgalikda kashf qilib boramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.